Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizlarni kuzatuvchilarimizga o'zingizni tanishtirasiz. Men ismim Rahmonaliyev Firdavsbek. Shu Toshkent davlat yuridik universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Toshkent davlat yuridik universitetiga grantga kirgan talabamizdan intervyu. Xo'p, Firdavs, Toshkent Law Schoolga qachon o'qishga kirgansiz? O'qishga o'zi o'tgan yil shu sentyabrdan 11-sinf boshlanayotganda qiziqdim. Shu o'rtoqlarimni internetdan ko'rib, shu Toshkent Law Schoolni tanladim. Deb shu sentyabrdan o'qishni boshladim. Nega bizni tanlagansiz? Boshqa o'quv markazi chala ko'p-ku. Endi bu birinchi navbatda ota-onam roziligi bilan bo'ldi. O'zlari mayli, borib o'qisang, harakat qilib ko'r. Keyinchalik natijasini ko'ramiz deyishdi. Kelib, yaxshi ustoz bilan tanlab o'qidim. Mana natijasini ko'rishyapti. Bizdan ketish niyati bo'lganmi? Yo'q, ketish niyati yo'q. Nimaga? Aksincha, bu yoqqa yana shu sohada davom ettirib, sizlar bilan o'z kasbimni davom ettirmoqchiman. Bizni jamoada. Xo'p, Firdavs, Toshkent Law'ni tanlaganligingiz bo'yicha 3 ta fakt. Nimaga? 3 ta sabab. 3 ta fakt, xo'p, birinchi navbatda o'zim ustozim hisoblanadi. Ustozlarim birinchi darslarga kirganda o'sha tushuntirishlari, qanday dars o'tishlari menga yoqqanligi uchun ustoz tanlaganman. Ikkinchisi bu atmosfera, ya'ni shu o'quvchilar bilan, boshqa o'quvchilar bilan kelisha olish, hamdo'stlikda ishlash, birgalikda dars qilish yoqqan. Uchinchisi bo'lsa, yana ota-onam roziligi. Xo'p, ota-onangizni shu maslahati bilan, xohishlari. Oldin huquq o'qiganmisiz? Oldin to'g'risi tayyorlanganman, lekin chuqur o'rganmagandim. Haqiqiy o'rganish bo'lmagan. Ana bunaqa yuzaki bo'lgan. O'qimaganman. Bu yerga kelib qiziqish paydo bo'lgan. Nimaga? Ya'ni oldin aytgandek, asosiy sabab ustozim. Ustozingiz qiziqtirganlar. Toshkent Law'da yaxshi ko'rganmisiz kimnidir? Qizlardan. Yo'q, markaz an'anasi chalg'imagan to'g'risi. Grantga kirganlarning asosiy sirlaridan biri sevgi muhabbatga chalg'ishmagan. To'g'rimi? Zo'r. Xo'p, abituriyentlarga bu yil yuridik universitetiga sizga o'xshab grantga kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga yuridik universitetiga grantga kirgan talabamizdan top 3 maslahat. Top 3 deya olmayman, lekin maslahatim asosiy shu inson o'zida xohish bo'lishi kerak va shu oldiga maqsad qo'yib, oxirigacha shu uchun harakat qilish kerak, boshqa narsaga chalg'imasdan. Tushunarli. Nechta sertifikat oldingiz? Toshkent Law'da o'qiyotgan payti qanaqa bo'ldi? Sertifikatlarni necha oyda oldingiz? Sertifikatlar birinchisi ingliz tilidan olingan. Lekin bu markazdan emas. Oldin olib qo'yganim, ertaroq harakat boshlaganman, shuning uchun 2023-yil o'sha sertifikat olgan bo'lgan. Bor edi, bizga kelganingizda sertifikat bilan kelgansiz. Keyin bu yerda ona tili ustozda o'qiganman, muxlis ustozlar. Ular bilan o'qib, shu 1,5 oy mobaynida o'qib, C+ darajasiga ega bo'ldim. Молодец, C+ ona tilidan 1,5 oyda. 1,5 oy. Ikkita sertifikatingiz bilan topshirgansiz yuridik universitetiga. Zo'r. Tabriklayman. Kelgusi karyerangizda muvaffaqiyat. Endi grantni oqlash kerak.